1 avgustdan boshlab poliklinika, dorixona va kasalxonaga boradigan har bir odam uchun tartiblar ancha yangicha ishlay boshladi. Bu ma'lumot sizga ham, ota-onangizga ham, farzandingizga ham, surunkali kasalligi bor yaqinlaringizga ham bevosita tegishli. Chunki endi oddiy ko'rik retsept dori olish, yo'llanma bilan kasalxonaga yotish, tahlil topshirish va imtiyozli xizmatlardan foydalanishda oldingidek qog'oz ko'rsatib yurish emas, ko'proq elektron tizim orqali tekshiruv, ro'yxat va nazorat ishlaydi. Men bugun sizga 1 avgustdan keyin nimalar o'zgarganini, qaysi vaziyatda xavotirlanish kerakligini, qaysi holatda esa hammasi odatdagidek davom etishini juda sodda tilda tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri qadam tufayli bepul xizmatdan, imtiyozli doridan yoki kasalxonaga yotish navbatidan qolib ketish mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Oldin ko'pchilik tibbiyot muassasasiga borishda birinchi navbatda qog'oz hujjatlarga tayanardi. Masalan, poliklinikaga borasiz, registraturada ambulator karta qidiriladi. Shifokor qog'ozga tashxis yozadi, retsept qo'lda yoziladi. Yo'llanma ham qog'ozda beriladi. Keyin bemor dorixonaga boradi, retseptni ko'rsatadi. Ba'zan dorixona uni oladi, ba'zan qaytaradi, ba'zan esa umuman retseptsiz ham dori berib yuboradi. Kasalxonaga yotish kerak bo'lsa, yana alohida qog'oz. Muhr, imzo, navbat, qo'ng'iroq, tanish bilish degan masalalar paydo bo'lardi. Endi esa asosiy yo'nalish shuki, bemorning tibbiy ma'lumoti shifokor ko'rigi, retsept, yo'llanma va ayrim imtiyozli xizmatlar elektron tizimda ko'rinishi kerak. Men buni oddiy qilib aytsam, davlat tibbiyoti og'zaki kelishuv va qog'ozni yo'qotib qo'ydim usuldan asta-sekin chiqib raqamli nazoratga o'tmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan ham, noqulay tomoni bilan ham seziladi. Yaxshi tomoni shuki, bemor bir joydan ikkinchi joyga borayotganda uning ma'lumotlari yo'q bo'lib qolmasligi kerak. Shifokor avvalgi tashxislarni, qaysi dori yozilganini, qaysi tahlil topshirilganini ko'ra oladi. Dorixona imtiyozli dori berayotganda kimga, qachon, qaysi asosda berilganini tizim orqali tekshiradi. Kasalxona esa yo'llanma haqiqiymi? Bemor rostdan ham shu xizmatga muhtojmi? Imtiyozli toifaga kiradimi? Navbat qayerda turibdi? Shularni aniq ko'radi. Noqulay tomoni shuki, endi pasport uyda qolib ketdi. Telefon raqami boshqa odam nomida, she'rni bilmayman. Kartam poliklinikada topilmayapti. Qog'oz retsept bilan boraveraman degan holatlar ko'proq muammo tug'diradi. Chunki tizim sizni aniqlay olmasa, ayrim xizmatlar kechikishi mumkin. Ayniqsa imtiyozli dori, bepul tahlil, tor mutaxassis ko'rigi, statsionar davolanish, reabilitatsiya, homiladorlar nazorati, bolalar emlashi. Nogironligi bor shaxslar xizmatlari bo'yicha ma'lumotlar aniq bo'lishi juda muhim. Asosiy qismi nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasa ham bo'ladi birinchi o'zgarish. Poliklinikada ro'yxatdan o'tish va shifokorga kirish tartibi yanada aniqroq bo'ladi. Endi bemor hududiy poliklinikaga biriktirilganmi yoki yo'qmi? Oilaviy shifokor kim? Avval qaysi shikoyat bilan kelgan? Qaysi tekshiruvlardan o'tgan? Bular elektron ma'lumotlar orqali ko'proq tekshiriladi. Masalan, siz Toshkent shahrida yashaysiz, lekin propiskangiz boshqa viloyatda. Oldin ba'zan poliklinikaga borib, mana shu yerda yashayman deb ko'rikdan o'tish mumkin edi. Endi esa poliklinika sizdan yashash manzilingizni, she'rni, shaxsni tasdiqlovchi hujjatni va biriktirilganligingizni tekshirishi mumkin. Agar siz haqiqatan o'sha hududda yashasangiz, tartib bo'yicha biriktirish masalasini hal qilish kerak bo'ladi. Bu nimani anglatadi? Masalan, 35 yoshli otaxon har oy qon bosimi dorisini oladi. U ilgari poliklinikaga kelib, shifokordan qog'oz retsept olib ketardi. Endi uning surunkali kasalligi elektron kartada ko'rinishi, shifokor yozgan dori tizimga kiritilishi, dorixona esa shu ma'lumot asosida xizmat ko'rsatishi mumkin. Agar otaxonning hujjatlari eski bo'lsa, telefon raqami ro'yxatda bo'lmasa, tibbiy karta ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, dorini olishda kechikish bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun bunday odamlar birinchi bo'lib poliklinikaga borib o'z ma'lumotlarini to'g'rilatish kerak. Ikkinchi o'zgarish, retsept masalasi kuchayadi. Men bu yerda juda muhim narsani aytmoqchiman. Hamma dori ham oddiy vitamin yoki tomchi emas. Antibiotiklar, gormonal dorilar, kuchli og'riq qoldiruvchi dorilar, yurak-qon tomir preparatlari, diabet dorilari, bolalar uchun kuchli preparatlar noto'g'ri ichilsa foyda bermaydi, aksincha zarar qiladi. Shu sababli retsept bilan beriladigan dorilar bo'yicha nazorat kuchayishi tabiiy. Oldin odamlar ko'pincha dorixonaga borib, qo'shnim ichgan dori yaxshi ekan,
menga ham bering deb dori olardi. Masalan, shamollagan odam antibiotik oladi, 2 kun ichadi, o'zini yaxshi his qiladi va tashlab qo'yadi. Natijada organizmda mikroblar doriga chidamli bo'lib qoladi. Keyingi safar shu antibiotik ta'sir qilmaydi. Yoki qandli diabeti bor odam qo'shnisining dorisini ichadi. Qoni birdan tushib ketadi. Hushidan ketishi mumkin. Endi bunday holatlarni kamaytirish uchun dorixonada retsept, elektron yozuv yoki shifokor tavsiyasi ko'proq talab qilinadi. Uchinchi o'zgarish, imtiyozli dorilarni olish tartibi aniqroq nazorat qilinadi. Imtiyozli dori deganda ayrim toifadagi bemorlarga bepul yoki davlat hisobidan beriladigan dorilar tushuniladi. Bu toifaga ayrim surunkali kasalligi borlar, nogironligi bor shaxslar, ayrim yoshdagi bolalar, homiladorlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar yoki maxsus ro'yxatdagi bemorlar kirishi mumkin. Lekin eng muhim shart, sizning huquqingiz qog'ozda emas, tizimda ham ko'rinishi kerak. Misol keltiraman. Bir ayolning farzandi bronxial astma bilan ro'yxatda turadi. U har oy inhalyator olishi kerak. Oldin shifokor qog'ozga yozib berardi. Ona dorixonaga borardi. Endi dorixona tizimda bolaning ro'yxatda bor yo'qligini, dori nomi kiritilganmi, oy davomida oldin olinganmi yoki yo'qmi, shularni tekshirishi mumkin. Agar tizimda bu bola ro'yxatda emas deb tursa, dorixona xodimi o'zicha bepul dori bera olmaydi. Shuning uchun muammo dorixonada emas, poliklinikadagi ma'lumot yangilanmaganda bo'lishi mumkin. 4-o'zgarish, kasalxonaga yotish va yo'llanma masalasi. Endi har kim xohlagan shifoxonaga borib, meni yotqizing deyishi bilan ish bitmaydi. Albatta, shoshilinch holat boshqa. Infarkt, insult, og'ir jarohat, kuchli qon ketish, hushdan ketish, tug'ruq, og'ir allergik reaksiya bo'lsa, tez yordam va shoshilinch tibbiy yordam tartibi bo'yicha yordam ko'rsatiladi. Lekin reja asosida davolanish, operatsiya, tekshiruv, reabilitatsiya bo'lsa, yo'llanma, navbat va tibbiy asos talab qilinadi. Masalan, tizzasi og'rigan odam ortopedga ko'rinmoqchi. Avval oilaviy shifokorga boradi. Oilaviy shifokor kerak bo'lsa rentgen, tahlil boshlang'ich davolash beradi. Agar holat murakkab bo'lsa, to'g'ri mutaxassisga yoki shifoxonaga yo'llanma beradi. Endi shu yo'llanma elektron tizimda bo'lsa, bemor kasalxonaga borganda qog'ozingiz qani degan savol kamayadi, lekin tizimda ko'rinmayapti degan holat paydo bo'lishi mumkin. Demak, bemor yo'llanmani olganda albatta tekshirish kerak. Mening ism, familiyam to'g'rimi? Tug'ilgan sanam to'g'rimi? Tashxis yozilganmi? Qaysi muassasaga yo'llanganim aniqmi? Sanasi bormi? 5-o'zgarish, pullik va bepul xizmat chegarasi aniqroq bo'ladi. Bu oddiy odamlar uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik poliklinikada nimasi bepul, nimasi pullik, qaysi tahlil davlat hisobidan, qaysi biri shaxsiy mablag' hisobidan buni aniq bilmaydi. Natijada ba'zi bemorlar kerak bo'lmagan joyda pul to'lab yuboradi. Ba'zilari esa haqli bo'lmagan bepul xizmatni talab qilib asabiylashadi. Men har doim shuni aytaman. Birinchi savol bering, keyin to'lov qiling. Masalan, oilaviy shifokor sizga umumiy qon tahlili, siydik tahlili, EKG kerak dedi. Agar bu sizning hududiy poliklinikangizda davlat dasturi doirasida bepul bo'lsa, sizdan pul talab qilinmasligi kerak. Lekin murakkab laborator tekshiruv, qo'shimcha tekshiruv yoki xususiy markazda o'tadigan xizmat bo'lsa, pullik bo'lishi mumkin. Endi elektron yo'llanma va elektron qaydlar orqali qaysi xizmat nima asosida berilgani aniqroq ko'rinadi. Kimlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda pensionerlar, nogironligi bor shaxslar, qandli diabet, gipertoniya, yurak kasalligi, astma, epilepsiya, onkologik kasallik, buyrak yetishmovchiligi kabi surunkali kasalligi bor bemorlar. Ikkinchi navbatda homilador ayollar va yosh bolali oilalar. Uchinchi navbatda boshqa shaharda yashab, propiskasi boshqa joyda bo'lganlar. To'rtinchi navbatda imtiyozli dori yoki bepul xizmat oladiganlar. Beshinchi navbatda operatsiya yoki kasalxonaga reja asosida yotishni kutayotganlar. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi? Agar siz sog'lom bo'lsangiz, kamdan kam poliklinikaga borsangiz, faqat oddiy maslahat yoki profilaktik ko'rikdan o'tsangiz, siz uchun o'zgarish katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir shaxsiy hujjatlaringiz, SSHR, telefon raqamingiz va poliklinikaga biriktirilganingizni bilib qo'yganingiz yaxshi. Birinchi nozik joy, shoshilinch tibbiy yordam. Odamlar endi yo'llanmasiz kasalxonaga kiritmaydi ekan deb noto'g'ri tushunmasligi kerak. Agar hayotga xavf bo'lsa, yo'llanma kutib o'tirilmaydi. Tez yordam chaqiriladi yoki bemor shoshilinch qabul bo'limiga olib boriladi. Masalan, odamning ko'kragida kuchli og'riq, nafas qisishi, yuz qo'li uvishishi, nutqi buzilishi, kuchli qon ketishi, avtohalokatdan keyingi jarohati bo'lsa,
Bu holatda birinchi vazifa hujjat emas, hayotni saqlab qolish. Lekin holat barqarorlashgandan keyin hujjatlar, ro'yxat, sug'urta yoki imtiyoz masalalar baribir tartibga solinadi. Ikkinchi nozik joy, dorixonada retseptsiz dori bermasa, dorixona aybdor bo'lavermaydi. Ba'zan bemorlar dorixona xodimini yomon ko'radi, oldin berardingiz-ku, endi nega bermayapsiz deydi. Aslida dorixona ham nazorat ostida ishlaydi. Agar dori retsept bilan berilishi kerak bo'lsa, dorixona uni retseptsiz bersa, o'zi javobgar bo'lishi mumkin. Ayniqsa antibiotik, psixotrop ta'sirga ega preparatlar, kuchli og'riq qoldiruvchilar, gormonlar, ayrim yurak dorilari bo'yicha ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l avval shifokor, keyin dorixona. Uchinchi nozik joy, elektron tizim xato qilishi mumkin. Men buni ochiq aytaman. Har qanday raqamli tizimda texnik uzilish, noto'g'ri kiritilgan ism, eski telefon raqami, familiya o'zgargani, pasport ma'lumotlari yangilanmagani, bola tug'ilgandan keyin ma'lumot bog'lanmagani kabi muammolar bo'ladi. Bu holatda baqirish, janjal qilish foyda bermaydi. Siz muammoni aniq yozdirishingiz kerak. Masalan, mening imtiyozli dori olish huquqim tizimda ko'rinmayapti. Yo'llanma kasalxonada ochilmayapti. Farzandim boshqa poliklinikaga biriktirilgan ko'rinmoqda. Shunda mas'ul xodim qaysi joyni tuzatish kerakligini biladi. 4-nozik joy boshqa hududda davolanish. Masalan, siz Samarqandda ro'yxatda turasiz, lekin Toshkentda ishlaysiz. Sizga poliklinika xizmati kerak bo'ldi. Bunday vaziyatda men O'zbekiston fuqarosiman. Qayerda xohlasam o'sha yerda davolanaman deyish amaliyotda har doim ham oson ishlamaydi. Hududiy biriktirish, vaqtincha yashash manzili, tibbiy yo'llanma. Shoshilinch yoki reja asosidagi xizmat farqlanadi. Shoshilinch yordam boshqa, reja asosida kuzatuv boshqa. Agar siz uzoq muddat boshqa shaharda yashayotgan bo'lsangiz, eng to'g'ri yo'l o'sha hududdagi oilaviy poliklinikaga borib, vaqtincha yoki doimiy biriktirish tartibini so'rang. 5-nozik joy, pullik klinika va davlat poliklinikasi o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi. Agar siz xususiy klinikada tahlil topshirsangiz, har doim ham u natija davlat poliklinikasining elektron tizimda avtomatik ko'rinmasligi mumkin. Shuning uchun tahlil natijasini qog'oz yoki elektron fayl ko'rinishida olib, oilaviy shifokorga ko'rsating. Masalan, siz xususiy markazda MRT qildirdingiz. Natija qo'lingizda bor, lekin poliklinika tizimida yo'q. Oilaviy shifokor shu natijani ko'rib, kerak bo'lsa sizga keyingi yo'llanmani rasmiylashtiradi. Aks holda kasalxonada bizda asos ko'rinmayapti deyishi mumkin. 6-nozik joy, imtiyoz borligi bilan dori doim topiladi degani emas. Bu juda og'riqli masala. Ba'zan bemorning huquqi bor, retsepti bor, tizimda ham ko'rinadi. Lekin ayni paytda dorixonada kerakli dori zaxirasi bo'lmasligi mumkin. Bunday vaziyatda siz dorixonadan og'zaki javob bilan qaytib ketmang. Qaysi dorixonalarda borligini, qachon kelishini, muqobil preparat mumkinmi yoki yo'qmi? Buni shifokordan so'rang. O'zingizcha arzonroq analog olib ichmang. Ayniqsa yurak, bosim, qand, epilepsiya va bolalar dorilarida bu xavfli. 7-nozik joy, qarindosh nomidan dori olish. Ko'p oilalarda pensioner onaning dorisini o'g'li oladi, bolaning dorisini onasi oladi. Nogironligi bor bemorning dorisini qarindoshi olib keladi. Endi bunday holatda shaxsni tasdiqlash, bemorning ma'lumotlari, vakillik masalasi muhimroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bemorning pasport nusxasi, JSSHIR raqami, agar kerak bo'lsa ishonchnoma yoki qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yish foydali. Birinchi qadam. O'zingiz va oila a'zolaringiz qaysi poliklinikaga biriktirilganini aniqlang. Buni hududiy oilaviy poliklinika registraturasidan, oilaviy shifokordan yoki mahalladagi tibbiy xodim orqali so'rashingiz mumkin. Agar siz yashayotgan joyingiz boshqa, ro'yxatingiz boshqa bo'lsa, vaziyatni ochiq ayting. Men shu manzilda yashayman. Tibbiy xizmatni shu hududda olishim kerak. Biriktirish tartibi qanday deb so'rang. Ikkinchi qadam. Hujjatlaringizni tayyorlang. Sizda pasport yoki ID karta, JSSHIR, telefon raqami, yashash manzili, agar bor bo'lsa nogironlik hujjati, pensiya guvohnomasi, homiladorlik bo'yicha nazorat varaqasi, bola tug'ilganlik guvohnomasi. Avvalgi tashxislar va tahlil natijalari bo'lsin. Men maslahat beraman, alohida papka qiling. Uyda tibbiy hujjatlar papkasi bo'lsin. Unda eng muhim natijalar kasalxonadan chiqish xulosalari, operatsiya hujjatlari, allergiya haqida ma'lumot, doimiy ichiladigan dorilar ro'yxat tursin. 3-qadam, surunkali kasalligingiz bo'lsa, poliklinikaga borib ro'yxatingizni tekshirtiring. Masalan, sizda qandli diabet bor, shifokordan so'rang.
Men dispanser nazoratda turibmanmi? Tizimda tashxisim ko'rinadimi? Imtiyozli dori olish huquqim bormi? Qaysi dorilar menga yozilgan? Keyingi ko'rik sanasi qachon? Bu savollarni berishdan uyalmang. Bu sizning sog'lig'ingiz va huquqingiz. 4-qadam, retseptni aniq oling. Shifokor dori yozganda dorining nomi, doza miqdori, kuniga necha mahal, ovqatdan oldinmi yoki keyinmi, necha kun ichish kerak, qaysi holatda to'xtatish kerak. Nojo'ya ta'siri bo'lsa nima qilish kerak, bularni so'rang. Doktor, iltimos, menga tushunarli qilib yozib bering deyish juda to'g'ri. Agar retsept elektron bo'lsa, sizga qaysi dorixonadan olish mumkinligini SMS keladimi yoki yo'qmi? Kod kerakmi? Shuni aniqlang. 5-qadam, kasalxonaga yo'llanma olsangiz, tekshirib chiqing. Yo'llanmada ism, familiya, tug'ilgan sana, tashxis yo'llanma berilgan muassasa, qabul qiladigan muassasa. Sana va shifokor ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Agar bitta harf xato bo'lsa ham, keyin muammo chiqishi mumkin. Ayniqsa familiya o'zgargan ayollar, yangi ID karta olganlar, bolalar hujjatlarida ehtiyot bo'ling. 6-qadam. Bepul yoki imtiyozli xizmat bo'yicha yozma izoh so'rang. Agar sizga bu pullik deyishsa, xotirjam so'rang. Qaysi asosda pullik? Men bu xizmatni davlat dasturi doirasida bepul ola olmaymanmi? Agar imtiyozim bo'lsa, qaysi hujjat yetishmayapti? Ba'zan odamlar savol bermagani uchun ortiqcha pul to'laydi. Ba'zan esa xodimlar ham hamma holatni darrov aniqlay olmaydi. Aniq savol berilsa, aniq javob olish osonlashadi. 7-qadam. Telefon raqamingizni yangilang. Juda ko'p xizmatlarda SMS xabar, tasdiqlash kodi, navbat haqida ma'lumot yoki retsept xabari telefon raqamga bog'lanishi mumkin. Agar sizning raqamingiz eski bo'lsa yoki boshqa odam nomida bo'lsa, muammo chiqadi. Poliklinikada o'z raqamingizni to'g'ri kiritilganini tekshirtiring. 8-qadam, dorini mustaqil almashtirmang. Dorixonada kerakli dori bo'lmasa, shunga o'xshashi bor deyishlari mumkin. Ba'zan bu to'g'ri bo'ladi. Ba'zan esa xavfli. Bir xil faol modda, bir xil doza, bir xil chiqarilish shakli bo'lsa ham, ayrim bemorlarda farq seziladi. Ayniqsa bolalar, homiladorlar, yurak kasallari, qandli diabet bemorlari. Buyrak yoki jigar muammosi borlar dorini faqat shifokor bilan kelishib almashtirsin. 9-qadam. Muammo bo'lsa, bosqichma-bosqich murojaat qiling. Avval oilaviy shifokorga ayting. Hal bo'lmasa, bo'lim mudiriga yoki poliklinika rahbariyatiga murojaat qiling. Dorixona bo'yicha muammo bo'lsa, dorixona mudiridan izoh so'rang. Kasalxona yo'llanmani qabul qilmasa, sababini aniq yozdiring. Tizim ishlamayapti degan javob yetarli emas. Qachon kelish kerak? Kim tuzatadi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Buni aniqlashtiring. 10-qadam. Oilangizdagi yoshi katta odamlarni yolg'iz yubormang. Yangi tartiblar keksalar uchun chalkash bo'lishi mumkin. Otangiz yoki onangiz poliklinikaga borsa, hech bo'lmasa birinchi marta yonida bo'ring. Ularning dorilar ro'yxatini telefoningizga yozib oling. Qon bosimi, qand miqdori, allergiyasi, oxirgi tahlil natijalari haqida ma'lumot sizda ham bo'lsin. Bu favqulodda holatda ham juda kerak bo'ladi. Demak, 1 avgustdan keyingi asosiy o'zgarish shuki, poliklinika, dorixona va kasalxonalar ko'proq elektron tartib, aniq ro'yxat, retsept nazorati, yo'llanma va imtiyozlarni tekshirish tizimi orqali ishlaydi. Bu tartib odamlarni qiynash uchun emas, tibbiy xizmatni shaffofroq qilish, dorilarni nazoratli berish. Bepul va imtiyozli xizmatlar haqiqatdan muhtoj odamga yetib borishini ta'minlash uchun joriy qilinmoqda. Lekin tizim to'g'ri ishlashi uchun bemorning o'zi ham faol bo'lishi kerak. Hujjatni yangilash, poliklinikaga biriktirilganini tekshirish, retseptni aniq olish, yo'llanmani nazorat qilish va huquqlarini bilish zarur. Agar siz bu ma'lumotni foydali deb bilsangiz, izohlarda yozing. Sizning hududingizda 2 avgustdan keyin poliklinika yoki dorixonada qanday o'zgarish sezildi? Retsept imtiyozli dori, yo'llanma yoki navbat bo'yicha muammo bo'ldimi? Tajribangizni yozing, boshqalarga ham yordam bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzu har bir xonadonga tegishli.